Bugungi mavzu Turkiya vatandoshligini olish haqida bo'ladi. Turkiya vatandoshligini olishning bir nechta yo'llari bor. Birinchisi investitsiya orqali, ya'ni investitsiya kiritish. 500 ming dollardan ziyod pulingizni bankka omonatga qo'ysangiz va 3 yil davomida asosiy omonatni olmasangiz, endi oylik foizini olib turasiz. Mana shu yo'l bilan vatandoshlik olishingiz mumkin. Yoki 400 ming dollardan ziyodiga ko'chmas pul sotib olsangiz, 3 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatda vatandoshlik olishingiz mumkin. Yana bitta usuli bor. Bu ham ko'chmas mulk orqali 200 ming dollardan ziyodiga xorijliklarni ro'yxatga olish uchun ochiq bo'lgan mahalladan ko'chmas mulk sotib olsangiz 200 ming dollardan ziyodiga va shu ko'chmas mulk asosida 5 yil uzluksiz ko'chmas mulk asosida yashash ruxsatnomasi olsangiz 6-yil vatandoshlikka murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa olganlar ham bor, lekin ko'p emas. Olganlar bor. Ish o'rni yaratish orqali 50 tadan ziyod Turkiya fuqarosiga ish o'rni yaratsangiz, shunaqa biznes loyihangiz bo'lsa, vatandoshlik olishingiz mumkin. Qimmatli qog'ozlar, aksiyalar sotib olsangiz, obligatsiyalar sotib olsangiz ham va o'sha olib sotib olgan aksiyalaringiz, obligatsiyalaringiz 3 yildan ziyod o'zingizda saqlanib tursa, shunaqa shart bilan vatandoshlik olishingiz mumkin. Bular hammasi investitsiya orqali vatandoshlik olish. Siz va sizni oila a'zolaringizga beriladigan vatandoshlik shartlari. Ikkinchisi bu ishlash orqali. 5 yildan ziyod Turkiyada uzluksiz ishlash ruxsatnomasi bilan ishlasangiz, çalışmangiz bilan 6-yil vatandoshlikka murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa haqqingiz ham bor. Uchinchisi, kelib chiqishi turk so'yli bo'lganlar. Bu haqida oldinroq video qilgandim, kimlar turk so'yli ekanligi haqida. Axiska turk, qrim tatar, uyg'ur bo'lsangiz va shu asosida Turkiyada yashash ruxsatnomasi olsangiz, undan keyin istisnoiy vatandoshlik, ya'ni istisno tariqasida vatandoshlikka murojaat qilish haqqingiz bo'ladi. To'rtinchisi, fan, texnika, sport, san'at sohasida Turkiya uchun katta hissa qo'shsangiz, hukumat qarori bilan istisnoiy vatandoshlik, ya'ni istisno tariqasida vatandoshlik berilishi mumkin, ya'ni olishingiz mumkin. Beshinchisi, bu oila qurish orqali bizning yurtdoshlarimiz tomonidan eng ko'p vatandoshlikka murojaat qilinadigan turlaridan biri. Turkiya fuqarosi bilan oila qursangiz va 3 yildan ziyod Turkiyada oilaviy yashash ruxsatnomasi bilan istiqomat qilsangiz, vatandoshlikka murojaat qilish haqqingiz bo'ladi. Turkiya vatandoshligini olish uchun yuqorida sanab o'tganlarimga albatta yaxshi mutaxassis orqali murojaat qilish kerak. Agar o'zingizda deylik bilimingiz yetmasa, qayerdadir xato qilishga qo'rqsangiz, rad javobi olishdan qo'rqsangiz, o'rtaga bitta advokat yoki qanaqadir shu sohada ishlaydigan professional konsaltant shirkat orqali murojaat qilganingiz yaxshiroq. Chunki bularni o'ziga yarasha talablari ham bor. Deylik, misol uchun 5 yil uzluksiz ishlaganingiz bilan unda to'plam 5 yil ichida 1 yildan ziyod chet elda bo'lmasligingiz kerak. Ya'ni o'sha qidiruvda emasmisan, O'zbekistonda jinoyat qilmaganmisan, Turkiyada sudlanmaganmisan, shunaqa talablari ham bor. Shunchaki menga vatandoshlik olib ber deb kimgadir pul berishdan oldin uni shartlarini ham ko'rib chiqish kerak. Ko'chmas pul sotib olishdan orqali investitsiya kiritishdan oldin hammasini shartlarini ko'rib, qani men bu o'zi shartlarga to'g'ri kelamanmi deb turib, avval buni yaxshilab surishtirib, undan keyin harakat qilgan yaxshiroq. Videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda agar vatandoshlik olsangiz O'zbekistonda nima bo'ladi, O'zbekistonga kelib ketishingiz qanday bo'ladi, O'zbekistondagi mol mulklaringiz nima bo'ladi, shular haqida gaplashamiz.